Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz vohadoshlar. Sizlar bilan teleekran orqali birga bo'lib turganimizdan xursandmiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Surxondaryo viloyati hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi, Termiz davlat pedagogika instituti hamda Surxondaryo viloyati teleradio kanali davlat muassasasi hamkorligida yangi bir loyihaga start berildi. Ya'ni Surxon yulduzi iste'dodli yoshlar loyihasi viloyatimizda ilk bor katta bir tele loyiha shaklida e'tiboringizga havola etilyapti. O'ylaymizki, siz ham o'z yulduzingizni allaqachon kashf etishga ulgurdingiz. Bilamizki, Surxondaryo viloyati xalqi baxshilik san'atini juda xush ko'radi. Vohada uzoq asrlardan buyon, uzoq yillardan buyon mana shu san'at rivojlangan. Qaysiki vohadoshimizning xonadoniga bormang, do'mbira sozini uchratishingiz mumkin bo'ladi. Alpomish dostonini tinglamagan, go'ro'g'lini eshitmagan va mana shu baxshilarning ohangini eshitganda zavqlanmagan inson ham bo'lmasa kerak. Anglaganingizdek, bugungi dasturimizda sizlar bilan baxshilik yo'nalishida chiqishlarni birgalikda kuzatamiz. Yoshlarimiz ham mana shu san'at yo'nalishida o'zlarini, demak, bor imkoniyatlarini sizlarga namoyish etishga harakat qilishadi. Bu yoshlarning chiqishlarini iste'dodli, san'atda tajribaga ega bo'lgan hakamlar hay'ati odilona tarzda baholab borishadi. Demak, yoshlarimizning chiqishlariga navbat beramiz. Marhamat, birga kuzatamiz. Men Elyer Baxshi Mamat Raimov Oltinsoy tumanidan bo'laman. Hozir sizlarga Yekavuz terma aytib beraman. Biz yoshlar havo ochib berdi qancha yo'llardi. Tomog'imiz chuvoq bo'lsin, varhal havo chirganim, gulzar bo'lsin, bog' bo'lsin, baxtimizga jurt boshima yana ming yil orqamizda do'stlar orqa tog' bo'lsin. Baxtimizga jurt boshim yana ming yil do'mbiram orqamizda yana orqa tog' bo'lsin. Hozir men san'atni baxshilik yo'nalishida o'qib kelmoqdaman. Do'stlik ordeni sohibi Chirmoq Shernazarov va hamda Omonbaxshi Shernazarov qo'lida tahsil olyapman. Bugungi tanlovda, demak, baxshilik yo'nalishida qo'shiq ijro qilib berasiz. Aynan qaysi termani? Rahmatli ustoz O'zbekiston xalq baxshisi Baxshiqul Baxsh ustozimizning Qalandar termasini aytib beraman. Ozgina xirgoyi qilib bera olasizmi bizga ham? Qatarda tirkab noridan, nori ustida yovzaridan, hay kechdim dunyoning ay bag'ridan, qalandar bo'lgan. Ajoyib. Menimcha barchaga bu termangiz yoqadi, hakamlarga ham va qolgan mehmonlarimizga ham. Nima deb o'ylaysiz? Bu tanlov sizga o'zi nima beradi? Nima maqsadda qatnashyapsiz? Men bu tanlovga qatnashish maqsadim o'zimga ko'p do'stlar orttirmoqchiman hamda sahnaga chiqib, o'zimda yana zo'r ijrolarim qilib, yana o'zimni to'g'rilamoqchiman. Kuylarimda, qo'shiqlarimda. Sizni qo'llab-quvvatlash uchun ustozlar, yaqinlar kelganmi? Ha, meni qo'llab turish uchun ham ustozim, hammam kelgan shu yerga. Ustozlarimiz ham kelgan. Juda ko'p. Ular ishonchini oqlash kerak. Ha, shunday ishonchini oqlash kerak. Omad tilaymiz sizga. Rahmat, hammaga omad tilayman. Men Toshmurodov Termiz shahri Respublika baxshilik maktabida tahsil olaman. Sizlarga hozir men kun tug'mush dastandan bir parcha aytib beraman.
ana shundaylik qilsa kun tug'mish Tajan daryoning boshiga borib ham elimdan, ham bolamdan, ham otamdan, ham yorimdan ayrildim deb yurak bag'rini dog'lab bir so'z aytib turgan joydan aytib beraman. Bağrıdan kalender bulganım bulgan kalender bulganım bulgan Ay bugünler yürek paramın yürekni kimge yaramın Ay bugünler yürek paramın Qalmadı tinamning darmanı Ay bazarda vursa armanı Qalendar bulganım bulgan Hey qalendar bulganım bulganım Ustozlar, men aslidan Bag'sharov Qumqo'rg'on tumanidan. Do'mbiram degan termani aytib beray.
baxşı siyrati, qo'shmoq baxşı davlati. She'rni baxşı siyrati, qo'shmoq baxşı davlati. Shobid bobom hurmati, so'ylag'anda do'mbirami. Men Farruh Baxshi Nuraliyev, Boysun tumanidanman. Yoshim 28da. Hozir sizlarga go'zal Surxonimni ta'riflab bir ikki og'iz aytib berayin, aytmoq bizdan eshitmoq sizlardan. Boysunliklar mingtadan ekan boqmaydi qo'yini. Qiziriqliklar baxshisiz o'tkazmaydi to'yini. Kim bilmaydi denovimning mayi bilan moyini. Surxonim hay mundan barsang Sherobod, shirasi qandi nobod, tandirasi non taratgan muzrabot. Ondan qolishmaydi do'stlar Bog'i boston dong'i doston to'ylar qilib tandir ostan go'zal maskan Surxonim. Do'mbiramda yekta tor, biri uzilsa biri bor. Polvonlarin yuragida nomusor. Bir pasana aytib
bizda bor Azizlar, bugungi baxshichilik yo'nalishidagi chiqishlar ham juda ajoyib ruhda o'tdi. Sizlarga ham yoshlarimizning surxoncha ohanglari juda manzur keldi degan umiddamiz. Shuning bilan bugungi aynan viloyat bosqichi doirasidagi chiqishlar nihoyasiga yetdi. Finalga kim yetib bora oladi deb o'ylaysiz? Surxondaryo telekanalini doimiy ravishda kuzatib boring va shundagina buni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan finalda uchrashguncha xayr deymiz. Salomat bo'ling.